O'zing pishirgan oshni o'zing yeysan. Agar istasa, bundan keyin o'g'limizdir dedi. Senga aralashma dedim, jim bo'l. Qarang, ibrat bo'lsin sizga. Politsiya akademiyasining a'lochisi Sarp Yilmaz bugun to'daning yollanma xotiri. Bitiruv kuni meni chindan ham otib tashlaysan deb o'ylagandim. Ishonchli chiqish uchun qo'limdan kelganini qildim. Bu ish shunday qolib ketmaydi. Sarp, to'xta. Gapimiz hali tugamadi. Aynan men qidirgan odamsan. Senga bir taklifim bor. Jalol Duman to'dasiga maxfiy politsiyachi bo'lib kirib olasan. Bu ish qanday bo'ladi? Jalol Duman necha yillardan beri nimalar qilib yurganini bilamiz, ammo hech qanaqasiga tuta olmayapmiz. Chunki hamshaharlardan boshqa hech kim to'daga kira olmaydi, lekin sen kirasan. Otang tufayli. Xo'sh, qanday qilib? Go'yoki o'tmishing sababli seni akademiyadan haydayman. Aynan Jalol bilan dushman bo'lganim uchun. Sen ham bitiruv kuni menga qurol o'qtalasan. Qamoqqa tushamanmi? Ha. Qamoqda Hasan Qizil Yanoq degani bor. Jalol Dumanning odamlaridan. Seni uning kamerasiga joylashtiramiz. Avval uni ishonchini qozonasan, keyin Jalol va to'dasini. Bo'lmaydi, mudirim. Unday qilmasa, sen yagona umidimizsan. Bu yaramasni tutishning boshqa iloji yo'q. Mayli-kuya, lekin meni mushtipar onam bor. Xo'sh. O'g'lim o'qisin, odam bo'lsin deb yillab ishladi, ko'p azob tortdi. Qasamyod qilib forma kiyadigan kunimni intizorlik bilan kutayapti. Qanday qilib unga bunday yomonlik qilaman? Taklifimni rad qilyapsanmi? Qanday rad qilay, mudirim? Shuning uchun politsiyachi bo'ldim. Siz menga oilamni parchalagan odamni beryapsiz. Jalol Dumanni oldimga tashlayapsiz. Yana nima xohlashim mumkin? Unda muammo nimada? Bu ishning boshqa yo'li yo'qmi? Bor. Masalan, mendek bo'la olasan. 20 yil yelib yugurib, biroq hech nimaga erisha olmaysan. Bir qarorga kel, Sarp. Sen qilgan shu ishni hech kim qilmagan bo'lardi, o'g'lim. Nima bo'ldi? Nega kayfiyating yo'q? Umar deganini sizga olib kela olmadim. Malakka azob bergan odamning jonini olishim kerak edi, ota. Xavotir olma, menga hech kim azob bera olmaydi. Sen kimsan? Yangi kelganlardanman. Isming nima? Ismimni nima qilasan? Masalan, Malakman. Birga o'sib, birga ulg'aydingiz bolalar. Ammo bu bir-biringizni so'nggi bor ko'rishingiz. Sen endi meni ko'ra olmasligim uchun yig'laysan. Ol, ko'z yoshlaringni artasan. Azizam, meni yig'laganimni hech ko'rganmisan? Albatta. O, yomg'ir tomchilari edi, to'g'rimi? Ikkovingizni ham ko'chadan oldim. Shu kunlarga yetaylik deb eng yaxshi dargohlarda o'qitdim. Rahmat, ota. Bu yaxshiligingizni aslo qaytara olmaymiz. Qaytarasiz. Aytganlarimni qilsangiz bas. Onamni bugungi ahvolini ko'rsangiz edi. O'g'lim, seni taniy olmayapman. Otangga o'xshab qarayapsan dedi.
Oyi, ish o'ylaganingdek emas, bu o'g'ling yomon odam emas, deya olmadim. Mudirim, butun umr qarzdormiz sendan. Oson emas, yolg'iz holda olov bilan o'ynashayapsan. Menda-ku muammo yo'q. Olov yaxshi ko'rgan insoningga tegsa yo'narkan odam. Ammo boshqa ilojim yo'q, mudirim. Albatta bir kun bu ish tugaydi. Jalol Dumanning qilmishlarini burnidan buloq qilaman. Qani aytchi, Yusuf bilan biror muammoing bormi? Yo'q, hali shirin uyquda, uyg'onmadi. Uyg'onmaydi ham. Bundan buyon yolg'izsan. Yoningda hech kim bo'lmaydi, ammo unutma, ular qo'y. Sen niqob ichidagi bo'risan. Qo'rqsa ular qo'rqsin. Mayli, kebobchi bizni landavur deb o'ylasin. Ortida yurgan qo'y podasi deb hisoblasin. Ammo sen uning ishonchini shunday qozonasanki, sensiz yemaydigan, ichmaydigan bo'lsin. Mol mulkini hech ikkilanmay senga topshiradi. Ana o'shanda uning intihosi bo'ladi. Endi eshitishni xohlayman. Ayt menga. Ichkaridamisan? Ichkaridaman. Qani menga aytchi, Sarp. Ichkaridamisan? Ichkaridaman. Endi ilk ishini bajarishini xohlayman. Menga Umarni topib berasan. Yaxshi, ammo qanday qilib? Men bilgan Yusuf allaqachon ortidan odam qo'ygan. Umar ishi hal bo'ldimi? Hal bo'ldi. Endi Jalolning baliq kabi qarmoqqa ilinishini kutayapmiz. Umar bilan qizil yanoqni atayin dushman qildingizmi? Ha, Qanday qilib? Malakni xavfga qo'yibmi? men qizimni bir tola sochiga zarar yetishini xohlamayman. Qizil yanoq mendan so'ramay olib boribdi. Shukr qilsin uni o'ldirmaganimga. Bo'pti. Sen avval menga Umarni ber. Kim olursan ol, ne istersen yap, sen de bu dünyada tek başınasın. Anne kolunda, baba yolunda, kardeş yanında, tek başınasın. Tek başımıza, tek başımıza, hep tek başımıza. Tek başımıza, tek başımıza, hep tek başımıza. Sözler altında, gözler altında, yaşam kavganda tek başınasın. Nefes alırken, nefes verirken, gülüp ağlarken tek başınasın. Tek başımıza, tek başımıza, hep tek başımıza. Tek başımıza,
başımıza kalmışız. Hani anam, hani babam, gördüklerin, sevdiklerin, hani kardeşim ve arkadaşım. Qalaysiz? Yaxshi, nima gaplar sen? Yayılmışız bu dünyaya, bir uçtan öbür uca. Xayrli tong. Xayrli tong Musa, ishla. Tek başımıza, hep tek başımıza. Tek başımıza, tek başımıza, hep tek başımıza. Ichkaridami? Kir. Chaqirgan ekansiz, mudirim. Meni so'rabsiz? Qaraganingda nimani ko'ryapsan? Nimtalanmagan qo'zi go'shtini. Bu yerda qo'zi go'shtidan ko'prog'i bor. Qaraganda nimani ko'ryapsan? Jalolning to'dasini ko'ryapman. Bu yerda faqat bitta odam bor. Qaraganimda faqat Jalolni ko'rayapman. Jalol bu yerda turibdi. O'rgan. Xo'p bo'ladi, mudirim. Bu yeri xil-xil pishadi. Og'izda erib ketadi. Suyakli kabob bo'ladi. Ta'miga to'y bo'lmaydi. Ammo barchasi ish ko'zini biladigan kishining qo'lida. Yo yaxshi bo'ladi, yo hammasi quruq go'sht bo'lagi bo'lib qoladi. Mana senga qaraganimda ham ichingda gavharni ko'ryapman. Umid qilamanki, gavharni chiqarish uchun chopqini ishlatmaysiz. Uzr. Bemalol. Eshitaman. Darhol uyga kel. Oyi, hozir bora olmayman, muhim ishim bor. Sarp, muhim bo'lmaganida qo'ng'iroq qilmasdim. Darhol kel. Xo'p, oyi, hozir boraman. Tinchlikmi? Uyga borishim kerak. Biror noxush xabar bormi? Bilmayman, ammo borib ko'rsam yaxshi bo'lardi. Charchamanglar. Tabriklayman do'stim. Sen ham uy vazifasini olsan-da, mudirdan. Rahmat. Qoyil. Juda go'zal qiz, to'g'rimi? Go'zallik qirolichasi bo'lishi kerak. U esa mafiyaga aralashibdi. Tasavvur qil-a, buni podiumga chiqarasan. Ammo ochiq kiyimda chiqsa o'ylamasdan shartda 10 ball berardim. Sen bunga e'tibor berma, Mert. Bu qiz xavfli. Biz necha marta uchrashdik. Shunaqa kibrliki, xuddi dunyoni yaratib qo'ygandek. Birortasi buni burnini yerga ishqash kerak. U ham bo'ladi, Musa, xavotir olma. Jalolni qizdan ehtiyot bo'l. Ota qiz telba bular. Qanaqa telbaligini ko'rdik biz. Hali ular meni tanib qo'yishadi. Bo'pti, menga ruxsat. Yaxshi bor. Nima bo'ldi, oyi?
otangdan qolgan so'nggi buyumlar. Ertalab eshik tagidan topdim. Kim jo'natibdi? Bilmayman. Kimdir tashlab ketibdi. Ustida na bir ism bor, na bir xat. Tavba tavba. Qayoqdan chiqdi bu? Necha yil oldin o'lgan odam. Sarb. O'g'lim. Bir kun sen ham mana shunday quti bilan kelasan yonimga. Kimdir eshik oldiga narsalaringni tashlab ketadi. Oyi, iltimos unday qilmang. Unday qilmang dema menga. Gapirgan gaplarimga e'tibor bermayapsan. Ochdingizmi? Ichida muhim biror narsa bordir. Nima muhim bo'lishi mumkin? Ortiq muhim nima bo'lardi? Bo'lganda ishim nima? Ol, ot, yo'q, nima qilsang qil. Metinning o'g'li. Dadam kelyaptimi? Dadang kim ekan? Haydovchi Metin. Xabar qilishgandir o'g'lim. Ammo kelyaptimi yo'qmi bilmadim. Yur o'g'lim, ketaylik. Chiqmaydi yana. Oyi, keladi. Bu gal albatta keladi. O'g'lim, biz bilan ishi yo'q. Qani yur, ketdik. Oyi, dadamni ko'rgim kelyapti. Dada, Nega keldingiz? O'zim uchun kelmadim. Hali ham sendan umidini uzmagan o'g'ling uchun keldim. Tez bo'l. oyimga yuk mashinasini oldirdim. Siznikiga o'xshaydi-a? Qanaqa gapga tushmaydigan bo'lasan? Yana qancha aytishim kerak, kelma deb. Dada, sizni sog'inyapman. Nima qilay? Men sog'inmayapman. Yana bu ayolni olib kelibsan yoningda. Bundan keyin kelmanglar. Tushundingmi? Nima bo'lsangiz bo'ling. Men ham sizni ko'rishni istamayman unda. Bir o'yinchoqni asrash bilan ota bo'lib qolinmaydi. Bir o'yinchoqni asrash bilan ota bo'lib qolinmaydi.
Ey Xudoyim. Men sukut saqlasam yashaysiz farzandlarim. Umid tirik. Umid tirik bo'lishi mumkin. Dada. O'g'lim, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Hech narsa. Bu nima ahvol? Nima bo'ldi? Gapirsang-chi. Umut? Men eylayman. Umut keldi deb o'ylabman. Kech bo'lib ketdi. Uxlamaysanmi, Sarp? Umut kelsa-chi? Uyga kira olmaydi-ku axir. Eshikni taqillatadi. Eshikni taqillatish esiga kelmasa-chi? Juda ham qo'rqqandir. Kichkina hali u. Har kecha shunday kutasanmi? Albatta, u qaytgunicha kutaman. Ammo politsiya Umutni ko'ylagini olib ketdi-ku. Qon tekkan ekan ustiga. Senga bir sirni ochaymi? Umut tirik. Qayerdan bilasan? Tushimga kiryapti. Men ketdim. Men sukut saqlasam yashaysiz farzandlarim. Men bergan so'zimda turaman. Bu yerga kelishing shart emasdi. So'zda turadigan odamligingni bilaman, lekin nima lekin? Umrbod qamoqda yotish qiyin, Metin. Shu Jalolni yoqay, qutulay mahkumlikdan deyishing mumkin masalan. Bunaqa qilmasligimni bilasan. Bilamanmi? Bilmaymanmi? Ammo sadoqat yuk bo'lsa, og'ir keladi odamga. Iltimos, chaynalmasdan gapir. Nima istaysan mendan? Bir qarorga kelishingni. Bolalaringdan birini olaman.
qaysi birligini sen tanlaysan? Nima qilasan bolamni? Yonimga olaman. O'zim qarayman. Sen sukut saqlasang, o'g'ling yashaydi. Hayot ekanligini qayerdan bilaman? Har yili bir rasmini senga ko'rsatishadi. Qani endi ayt. Kattasini olaymi, kichiginimi? Kattasini ol. Sarp bilan. Nima qilamiz? Bolalarni qay birini olamiz? Kichigini. Sen yolg'iz umidimsan. Bilasana buni? Albatta, ota. Kun kelib, politsiyachilikni tashlab, ishlarimni boshqarasan. Men ham rohatlanib, o'z asarimni tomosha qilaman. Ota. Bu seniki. Yangi keltirdim. Bu bilan bemalol gaplashamiz, tushundingmi? Ammo kunora sim kartani o'zgartirasan, sindirib tashlaysan. Xo'p. Tushundim. Men Sarpning hujjatlarini ko'rib chiqdim. Xo'sh. Hikoyasi haqiqat. Buning ustiga onasi bilan tanishdim. Xo'sh. Ya'ni Sarp tomonidan muammo yo'q. Lekin hali ham nima keragi bor deb aytaman. Sobiq politsiyachini yoningizga olyapsiz. Unaqa dema. Unaqa dema. Unda Gavhar bor. Bizga foydasi tegadi. Gavhar ko'rgan odamingiz o'z mudiriga qurol o'qtaldi. Egasini tishlagan itdan kimga nima foyda? Men devordan sakrayman. Aka, meni kutib turing. Yo'q, sen eplolmaysan. Sakrayman. Yordam bersangiz-chi. Yaxshi, kel. Juda baland ekan, sakra olmayman. Yaxshi, kel. Seni tutib olaman. Sakra. Tutolmasangizchi. Menga ishon. Qani, sakra. Sakray. Mana. Aytdim-ku, menga ishon deb. Menimcha siz bu Sarp masalasini yana bir ko'rib chiqishingiz kerak. Ishonch yo'q bunaqalar. Bu yog'ini menga qo'yib ber. Nima qilishni bilaman. Shu Umar ishida biror yangilik bormi? Yo'q. Lekin ish olib boryapti. Mert.
Shoshilish kerak. Qani o'zingni ko'rsat. Tezroq harakat qil. Eshitaman. Alo. Nima gap, telba yigit? Gapir Hasan og'a. Doim asabiysan. Menga qara. Ota seni so'rayapti, ammo qahvaxonaga emas, uyga kel. Yaxshi bo'lyapman. Nomard. Eshitaman. Qutini oldingmi? Oldim. Qolgan bo'lsang ichidagini ham ko'rgandirsan. Sen kimsan? U yog'ini qo'yaver. Ukangni sendan tortib olgan odamga qachongacha itlik qilasan, shundan gapir. Men nima qilishni yaxshi bilaman. Sen ukamdan gapir. U tirikmi? Yashayaptimi? Bu savolingning javobi menda yo'q. Senga manzilni berdim. Ha, aytgancha, meni topishga urinma. Topa olmaysan. Alo. Tinchlikmi Sarp? Hammasi tugadi, ortiq o'yin yo'q. Jalol iflosni olishga ketyapman. Nimalar deyapsan? Nimadir bo'ldimi? Gapir. 3 yoshda o'ldi deyilgan ukamning 5 yoshdagi rasmini topdim. Holbuki unutni Jalol olib qochgan ekan. Nimalar deyapsan? Dadam surat orqasiga men sukut saqlasam yashaysiz deb yozib qo'yibdi. Nomard. Demak, dadang sotib qo'ymasin deb ukangni olib qochibdi-da. Xuddi shunday. Jalolning yoniga ketyapman. Tugataman bu ishni. Gapirtiraman, topaman Urutning joyini. Sarp gaplashaylik. Bunday bo'lmaydi. Tirikligini ham bilmaysan hatto. Tirik bo'lsa joyini, tirik bo'lmasa mozorini bilib olaman. Jalol degan bir muammongiz qolmaydi. Yana nima kerak sizga? Sarp o'g'lim, tinchlan. O'tirib gaplashaylik. Biror yechim topamiz. O'g'lim, bugun gaplashadigan kun emas bu deyrim. Sarp, alo, Sarp. Kim ursin? Nima gaplar? Yaxshi, o'zingda nima gaplar? Seni ko'rgunimga qadar rasvo kun edi. Yusuf mudirim xonasidami? Chiqib ketdi. Tavba, menga xonamga kel degandi. Bo'pti mayli, bo'lmasa xonasida kutib o'tiray, muhim degandi. To'xta, Mert, xonasiga kirita olmayman. Keyin gap eshitaman. Ammo kelishi bilan senga xabar qilaman. Mayli, ko'rishguncha. Hamma narsani rasvo qilasan.
Amir, oshna, ishing juda mushkul. Buning ustiga yordam beradigan hech kimim ham yo'q. Oppo. Nima qilyapsan? Jim. Shunday. Qoching yo'limdan. Yo'sh mashinadan. Qoching. Qarang bunga. Qarang. Orqasidagini o'qing. Onam necha yil azob tortdi. O'g'lini o'lgan deb o'yladi. Ustida yig'lashimizga bir mozori ham bo'lmadi. Doim o'zimni aybladim, mudirim. Holbuki u nomussiz olib qochgan ekan. 3 yoshli go'dak edi-ya, 3 yoshli. Bunga javob beradi. Sayrattiraman uni, sayrattiraman. Gapirtira olmasang-chi, bulbuldek sayraydi. Sizga kafolat beraman. Agar umid tirik bo'lsa, topaman, onamga olib boraman. Xo'p, ajoyib, u ham bo'lishi mumkin, ammo yana aytaman, gapirmasa-chi. Ukangni qutqaraman deb uni o'limiga sababchi bo'lsang-chi, onangga nima deysan? Gapir. Ukang yashayapti ham deylik. Sen nima qilyapsan? Uning o'limiga sabab bo'ladigan ishlarga aralashyapsan. Shuni bilasanmi? Hammasini bilib turibman. Siz xavotir olmang. Sen allaqachon ichkaridasan. Boshqacha yo'l tutishing kerak. Unga zarar bermaydigan yo'l. Tugadimi ma'ruzangiz? Tugagan bo'lsa ketaman. Otangdan yaxshiroq bilasanmi bu ishlarni? Bu nima deganingiz? Menga qara, otang ham sukut saqlash eng to'g'ri yo'l ekanini bilibdi. Istasa Jalolni tamom qilmasmidi? Bulbuldek sayrat olmasmidi? Nega bunday qilmadi, gapir? Seni, onangni, ukangni xavfga qo'yishni xohlamadi, o'g'lim. Bularning hammasi safsata. Sizga amaliyotingiz muhim. Nima qilyapsan sen? Telefoningizni bering. Kalitlarni ham. Qo'ysangchi sarp. Bering deyapman. Qoching yo'limdan. Menga qaray, hech kimga zarar bermay ukangni topishing mumkin. Onangga olib bora olasan uni. To'xta sarp, hali ham kech emas. Bu qanaqa firibgar odam ekan-a? Nima bo'ldi? Umar yana joyini o'zgartiribdi. Obbo. Bir joyda turmaydi hech. Endigina yangi yerga ko'chgandi. Xo'p, darhol yangi joyini menga jo'nating, xo'pmi? Mudirga xabar bersang mumkin. Hozir qo'ng'iroq qilyapman.